меня вся жизнь. Mani hayotim shunaqa o'tgan. Типа боксер, типа боец. Emelianenko. Постоянно что-то должен был мутить. Menda Постоянно должен doim был shunaqa narsa borki, doim oldinga borishim kerak. Ничего не давалось просто так. Hech narsa tekinga berilmaydi. Hech narsa. Чем жестче обстоятельства, Kuchliroq muhit тем в итоге va kuchliroqman. сильнее. А остальные думали, да, сейчас типа yoki поиграем. men shunchaki qiziqishimni yo'qotaman va tark etaman. Я чувствую огонь. Men ichimda olovni his qilaman va u Можно сказать, kundan kunga kuchayib borayotganini bilaman. сейчас Bilasanmi, bu katta burilish, переломный момент, переломный бой. eng Элита katta начинает jang men uchun, состояться, eng qiziqarli top 5 ga kirish bu shunchaki ajoyib. Что, жестко или нет? Qattiq bo'ldimi? Хочешь, я могу, блядь, Men seni yana ham kuchliroq va qattiqroq tushishingni xohlayman. Walter, jujitsuni yoqtirasanmi? у меня лишних денег. Menda umuman ortiqcha pul bo'lmagan. Qo'shimcha pul bo'lmagan. Va nimaga sarflash uchun ham menda xohish yo'q edi. Ya'ni kerak emas edi. Va har kun men boshlardim. Ya'ni kunimni ovqat bilan boshlardim. Va plan bilan kelardim. Ya'ni kunimni yaxshi energiyaga boy o'tkazish uchun. Я постоянно должен был двигаться. И спать идешь. Один удар. Когда ты что-то Bilasanmi, doim senda musobaqa bo'ladi. Ishda, ko'chada, hamma joyda va mana shu men doim shu musobaqada bo'lganman, ko'chada, maktabda va kim bilandir doim musobaqalashganman. Qaysidir bir aktiv bo'lish uchun. Menda ota bo'lmagan, men otasi ulg'ayganman. Ko'chada va onam bizni ta'minlagan doimo. А я такой уличный малый, который двигается. Ko'chada ko'p jang qilganman, urushganman. Какие-то блага, так скажем. Ki ko'cha men uchun qaysidir ma'noda yordam bergan, foydamga. Брюс Ли. И вот там я вот четко Ko'cha hayoti meni bitta narsani anglashimga yordam bergan. Ya'ni kuchliroq atrof muhit va kuchliroqman. Va shunday narsalar bo'ladiki, kichkina narsa va ular meni yutqazishim uchun sabab bo'ladi. Shu uchun sportda qayerda bo'lsa ham kuchliroq tayyorgarlik va yengilroq jang, ya'ni oktagon ichida, ya'ni haqiqiy jangda. Обойди-ка, опять прижимай клетки и бей. Вот, бить. Вставай, Гриша! Вставай! Встань, меня не ебёт! Не смотри на меня, вставай! Встать надо! Большой город. Menga katta shahar kerak. Men bilardim, Toshkentda Такое есть понятие, мне кислород. kislorod yetishmaydi menga. Я уже не знал. Menda hech qanaqa ideya bo'lmagan potensialimni ko'rsatish uchun. Zerikdim. Men 19 yoshda edim. Va onam aytdi, qaytib kel, universitetga kir. Будем тебе высшее образование делать. Bizga seni o'qishing kerak, seni oliy ma'lumoting kerak. С меня Va men образование aytdimki, хватит. bo'ldi, men o'qimayman. Образовываться больше не. O'qishni davom ettirmoqchi emasman bundan bu yog'iga. Она говорит, что будешь делать? Va u so'radi, nima qilmoqchisan? Что-нибудь. Nimadir, lekin universitet emas deb javob berdim. Xullas, men u yerga bormoqchi emasman. Va men Qozog'istonga uchib ketdim. U yerda uy qurdik. Boy odam uchun men pul ishladim va o'zim uchun bilet sotib oldim va 19 yoshda Moskvaga keldim. Men даже montajyor bo'lib ishlaganman. Вентиляционных конструкций. Ventilyator sohasida men, do'stlarim katta kompaniyada ishlaganmiz va Огромная была. И мы делали вытяжку. И мне все вот ребята. va bilasanmi nima meni she'rlarimda deyishgan, qanaqa sanaqa katta bola jang skilllarga ega bo'lishi mumkin deyishardi. Попробуй лучше в охране. O'zingni aqrana sifatida sinab ko'r, boshqa kattaroq pul topasan deyishadi. Yo'q, men hammasi yaxshi, men o'rganaman bu sohada, o'zimni biznesimni yuritmoqchiman deganman, va lekin Вроде как учился. bu o'xshamadi. Я вообще ни на чё не Men yangi narsalar o'rgandim, lekin tugatish qiyin edi. Я чё, Va я men нашёл o'zimni aqrana sifatida местам, где sinamoqchi bo'ldim. охрана. Я вот прошел собеседование. Rezyume jo'natdim va Igor degan meni yoqtirib qoldi va 24 soat ishlaydigan Maksim
bariga meni joylashtirdi. Qaysiga biz hozir ketayotganimiz. Men u yerda 2 yil ishladim va u yerda jangchilarni uchratdim, promotorlarni uchratdim va bu biznesga umuman olganda o'zimni tanishtirdim. Ya'ni tanishdim bu biznes bilan. Как ты думаешь, через сколько нас эвакуируют? Не приедет никто? А все, от души, спасибо. Вот здесь стоял, вот здесь вот. Men shu yerda turardim. Была здесь. Ya'ni nima qayerda bo'ldi, shu yerdan turib kuzatardim. Rolls-Royce o'tardi, Porsche o'tardi va juda ham qiziqarli mashina shu yerda parkovka qilardi. Videoni ko'rishingiz mumkin. 2013-yil Jon Jons va Frank Mir o'rtasida janjal kelib chiqadi va Bagdan o'sha yerda ishlayotgan bo'ladi. При мне было, я все это знаю. Мне так показалось, что является хорошим. Bilasanmi, hammasi yaxshi tuyulgandi. И там действительно была такая, ну типа. Va ular birinchi movementlar qilishdi, yana harakatlar qilishdi va bittasi ichgandi. Tasavvur qilasan, o'ylab ko'rchi qaysi biri ichgan edi? Va birdaniga raqobatdosh ruh uyg'ondi ularda. Bu shunchaki sportchilarda bo'ladigan narsa va kontroldan chiqib ketdi ozgina. Bu jangchilarning partiyasi edi va hamma bu narsani bilardi. Bu kutilmagan emas edi. Hech kim deyarli shokka tushmadi. Va ular shunchaki do'stona sparring tushayotgandi va bittasi adashmasam tirsagimni urib yubordi. Eslolmayman, lekin menimcha Frank Jons Mirni urdi, ya'ni tirsak bilan. Va bo'ldi. Hammasi shu. Ular qo'l berishdi va hammasi yaxshi edi. Shunchaki ular bir-birini yaxshi ko'radi. Bu hayotni yaxshi ko'rishadi. Va ular o'z vaqtida top jangchi bo'lishgan va shunchaki ularni soperniklarini yer bilan tishlatib olishgan. Mana 7-qavat va bilasanmi, security bo'lib ishlash bu yaxshi narsa. Men aytmoqchimanki, agar sen yetarlicha aqlli bo'ladigan bo'lsang, farqi yo'q, nima ishda ishlaysan, bu sen uchun yaxshi. Va ich-ichimdan men bilardimki, men kattaroq narsa xohlardim. Rapper bo'lishni xohlaganman, show biznesga kirishni xohlaganman, mashhur bo'lishni xohlaganman, odamlar meni odamlarning e'tiborini tortishim uchun. Bilasanmi, agar meni xotinim bu haqida eshitsa, menimcha xafa bo'lsa kerak. Bilasanmi nima? Men sahnaga chiqishni xohlaganman, qo'shiq kuylashni xohlaganman, rap aytishni, show biznes narsalarni xohlaganman, lekin ko'rib turganda men hozir jangchiman. Игралась хорошая актриса, немного перестаралась, смотрю в твои глаза и не вижу больше смысла, слышь ты, да, просто бля, что видишь в моем взгляде, ненависть и презрение, не, ну а хули кончилось терпение в голове полно идей, как расставить. Bir raund kontrolga ishlaymiz. Oddiy kontrol. Urishni unutmaymiz va kontrol qilamiz. Va kirishga harakat qilamiz. Udar kirishga harakat qilamiz. Faqat takedown emas. Очень пунктуальный, кстати, Bagdan bu juda ham disiplinali. 7 yil u hech qanaqa trening o'tkazib yubormagan. U shunchaki chempion bo'lishni xohlaydi. Va odamlar shunchaki unga ishonmaydi. Menga ko'plab xabarlar yozishadi, u hech qanaqa narsaga erishmaydi. Men shunchaki javob qaytaraman. Qara, men qayerdaman? Ya'ni biz va sen qayerdasan? Bu shunchaki bir kun. Men golga keldim va ular aytishki, sen UFC jangchisan. Va biz shunchaki qizish mashqlarini qilayotgan edik. UFC jangchisi qo'ysangchi. Va men shunchaki yugurdim, u meni videoga olayotgandi. Men hech qanaqa narsani tushunmagandim. Kamerani o'chirdi va yana yoqdi va dedi: "Sen UFC jangchisan. Kontrakting yo'lda." Va shunchaki o'shanda ham ishonmadim.
qo'ysangchi. Sen tentakmisan dedi, sen UFC jangchisan. Senda sentyabrda jang bor. Hozir avgust 2-3 hafta qoldi. Qanaqa qilib jang qilaman? O aytdi, senda sopernik bor. Men internetimni tekshirdim, Instagram chektirdim, Ali menga podpiska bosdi. Meni menejerim Firdavs menga podpiska bosdi va biz birgalikda ishlaymiz. Подними ручку здесь. Qo'lingni ko'tar. Чуть-чуть. Shunaqami? Yo'q, yana ozgina. Ko'tar. Urib ko'rchi. Поинтереснее будет. Bu shunchaki qizaloq bo'ladi. Bu MMA, bu kurash emas. Sen jangdasan va jangda bu holatda ko'rinma. Ur, tizza ber. Same word. Shunchaki jangdan 2-3 hafta oldin va biz aynan bir opponent bilan uchun tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Ba'zi bir harakatlar, ba'zi bir texnikalar ustida ishlashimiz kerak va lagerni keyingi qismini ma'lum bir resurslarni qabul qilish uchun sarfladik. Va bilasam, hamma narsa ma'lum bir sopernik uchun quriladi. Va lekin meni narsa men boshqacha. Men to'liq lagerni faqatgina ma'lum bir sopernik uchun tayyorlanish uchun sarflamayman. Birinchi o'rinda resurs olaman va 3 hafta bu kurash uchun lapada ishlayman, barbada ishlayman va ayni ma'lum bir sopernik uchun. Bu qalt sport. Bugun Blachowicz, erta yana kimdir. Bilmaysan kim bo'lishini. Do'stlar, oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Like bosish eslardan chiqmasin, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Bu shunchaki kanalning rivoji uchun. Ciao.